Nimaga endi mashina ishlamayapti? Nimaga ishlamayapti? Qishloq san bilsang kerak, nima ishlamayotganini. Mana ham bilgan nimaga ishlamayotganini. Hammaga salomlar, mana Kompot yangi joyga yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, mana arzonga men mashina xarid qildim, lekin ishlamay qoldi. Bekorga arzon mashina olish kerak emas ekan, do'stlar. Shuncha butun kun mashina bilan yuraman, tuzataman deb ustiga borsam, bir ikkita qilsam o'zi tuzaladi dedi, lekin bir ikkita qilsam tuzalmadi. Men butun kun shu bilan yuraman, shu mashina bilan. Tomman bor edi shu mashinaga deyapman, mazza qilib dam olgim kelyapti. Ovqat yeb, ovqat yeyishga ham deyarli hech nima yo'q, non yeb o'tiraman deb faqat zerikarli kun bo'lyapti qanaqadir. Do'stlar, bo'pti, kim keldi endi? Hozir boshimga tosh olib ketmasin endi. Nima? Rang-barang shoqi salom. Salom, Kompot, yaxshimisan? Ha, seni ko'rib yaxshi bo'lib qoldim. Salom, rang-barang shoqi. Nima bo'ldi? Nima keldi? Ancha bo'ldi, sendan ko'rishmaganimizga. Ha, Kompot, ancha bo'ldi. Biz oxirgi marta videoni ko'rishdik. Mana inventarimda nima bor, rang-barang shoqida. Ha, shunaqa bo'ldi. Seni inventaringni men sotib oldim. Nima bo'ldi endi? Ha, Kompot, o'sha videoda juda ham ko'p like, kommentariy, obuna bo'lishibdi. O'shaning uchun senga bitta qizil narsa qo'ymoqchiman. Ketimdan yurgan bitta zo'r joyga olib boraman seni. Bo'pti, bo'lmasam rahmat. Sen rasman zerikib ketyaptimi? Hozir narsani yig'ib olib boramiz, xo'pmi? Xo'p, Kompot, men ular juda ham zo'r narsa qurib qo'ydim senga. Ha, qurdim do'stim, o'zing. Bo'pti, hozir nima deb olayim? Ha, do'stlar, mana ko'ringlar, zerikib o'tirdim. Mametta rang-barangli qishloq kelyapti. Nima olsamkin, noliman bo'ldi, qornim och qolsa, balkim bo'lmasam ketdi, u yoqqa yurish kerak. Ana qancha bo'ldi, qanchadan beri yurilmas keldingmi? Ha, Kompot, keldim. Wow, nima bu? Rang-barangli nima bu endi bu? Namujizobranlikda eshik bor ekan kiradigan. Nima bu, tushuntiribroq gapirgan. Kompot, men senga eng zo'r labirint qilib qo'ydim. Bu labirint ichida juda ham qiyin o'tdi. Juda ham zo'r labirint bu, Kompot. Agar o'tsang oxirida mukofot kutib turibdi, kichkina bo'lsa ham. Juda ham qiyin, Kompot. Ichida vazifalar bor, bajarib o'tishing kerak. Bajarmasdan o'tmagan. Ha, bo'pti, rang-barangli shoqi, rahmat sen kattakon. Ketdim, bo'lmasam men tezroq o'tay. Ha, Kompot, bemalol o'tgan, men oxirida kutib turaman seni. Bo'pti, voy rahmat senga. Video yoqdim, bo'ldi do'stlar. Ketdi, bo'lmasam labirintda o'tishga. Mana gol sizlarga do'stlar. Shunaqa xursand bo'lib ketaman, ko'rasizlarmi? Zerikib o'tirganda o'tda rang-barangli shoq kelib, menga labirint quribdi. Sizlar bilan obunachilarimga. Xo'p, birinchi bo'lib qizil ekan. Qizil nima bu endi? Xo'p, bo'lmasa o'tamiz. Imomchi sandiq borgan. Sandiqni Redstone mayli olamiz, qishloq etku vazifalar o'tasan deb mayli bo'tdi ham Redstone olamiz. Ha, ketdi, bo'lmasam qishloq menga etku vazifalar o'tasan deb hamma hali ko'p labirint o'tishim kerak ekan. Tushungan bo'yicha eng oson labirint ekan shu. Chunki eng birinchisi. Hop, ketdi, bo'lmasam hoppa, mametta narsa bor ekan, blok, redstone blok bor ekan, demak bu yerdan o'tadigan. Mametdan signal o'tish kerak. Demak, mayli, mana qo'yib qo'yamiz buni. Hoppa, mametta eshik bor ekan. Ha, bo'ldi. Endi redstone'ga qaytamiz. Redstone ulash kerak. Bunga o'shanda eshik ochilishi kerak deyapman. Chunki vazifalar shunaqa vazifa bo'lsa kerak, qanaqa vazifa bo'ladi. Yana redstone hamnaqa signal qo'yamiz yo'qolmasligi uchun. Davay, to'g'ri ketyapman. O'zi ana signal qolyapti. Mana to'g'ri. Eshik ham yoqqa signal qo'yib qo'yamiz yana. Mana signal qo'yib qo'yish kerak, chunki mana qizil bo'lmayapti. Unchalik eshik ochilsa, ana bo'ldi, eshik ochildi. Hoppa, mana do'stlar, men olov rangli labirintga o'tdim. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ikkinchi labirintga ham o'tdim. Olov rangli labirint. Hali men sariqdan o'tishim kerak, hali ko'pdan o'tishim kerak. Siyoh rangli labirintdan bo'lmasam, bu yerda qanaqa vazifalar bo'lar ekan? Mametda lava bor ekan. Mayli, o'tib ketamiz mametdan. Yo'q, o'tib ketsa bo'lmas ekan. Bu mametda zinadan tushim kerak, men zinadan borishim kerakmi? Yoqtirmagan narsam shu do'stlar. Davay, mayli, endi o'tamiz parkur qilib. To'g'ri, menga parkur qilish yoqadi, lekin agar sizlar meni
obunachilarim bo'lsanglar, videolarimni ko'rsanglar, menga bunaqa zinali parkour umuman yoqmaydi. Hech qachon o'tolmayman shu zinali parkourni, chunki menga umuman yoqmaydi. Lekin o'tish kerak bo'lgani uchun juda ham zerikib ketganman. Bugun ham ketdi, davay, davay dedi. Ne tushib ketdimi, davay chiq ana bo'ldi, chiqib qoldimi? Sal qoldi tamom bo'lishimga. Ozginchagina jonim qoldi. Hop, chiqib to'g'ri o'tolmayman. Aylanib yurmayapman dumolani. Mayli tavakkalda endi ketdi bo'lmasam, davay ketdi. Juda ham yoqimli shunaqa parkour, zinali parkour. Ayni, yo'q, davay chiqib qolay. Yo'q, davay bo'lmasam botdan chiqib olamiz. Botdan. Davay botdan haqqa chapga o'ngga mayli chapga davay. Mana chiqish ko'rdim. Ana chiqish do'stlar. Davay. Yo'q, davay. Yo'q, davay bo'l. Boshqatdan. Do'stlar, mana boshqatdan o'tib oldim. Yana tushib ketdim. Mayli o'lmasam bo'ldiman. Anaqa sakrab olaman. Ana bo'ldi. Ana yetib keldim man. Hamma bloklarni top, tushunmadim. Mana bloklarni topdim, sindirib endi yig'ishim kerak bloklarni. Bloklarni yig'ishim kerak. Tushunmadim ne bo'pti, bloklar yig'ilmayapti, bloklar chiqmayapti-yu bo'pti. Bloklarni yig'di deydi yana bloklarni. Mana bu yerda kirka bor ekan. He deb yozilgan ekan. Mana bloklar. Endi bloklar tushib kelyapti. Tushunarli ikkita blok oldim hozir. He deb yozilgan ekan. Oltinli tillarli blok oldim. Sariq. Mayli qo'yib qo'yamiz. Kirkani menda o'zimda olmadim. Kirka bor. Bo'lmasam qani yana shunaqa narsalar. Shunaqa bloklar qani yig'ib kerak shunaqa bloklarni. Davay qidiraman endi, labirint juda ham katta bu. Endi qiylashib, mana ikkitagina qiylashib bo'radi. Уже 4 ta bo'ldi. Qancha bo'lish kerak? Men bilmadim. Labirint katta, demak bu ham ko'p bo'lish kerak balkim. Mayli ketdi, qidiravamiz. Mana yana bo'ldi. Ana 6 ta bo'ldi. Yana 3 ta, 9 ta bo'ldi do'stlar. Уже juda ham zo'r. Hop, qani endi chiqishib o'tdi. Balkim yetar. Qishloqqa salom. 11 ta kerak ekan, yana 2 ta yetmayapti menga. Yana 2 ta topishim kerak. Hozir kelaman. Mana 2 ta dona turibdi. Yana yonida 2 ta turibdi-yu, bemalol bo'ti ko'p ekan. Mayli bo'lmasam, mana senga 11 ta narsa, 11 ta blok. Endi plita ber. Plita qani? Bo'ldi, rahmat senga. Mana yashilga ham o'tdim. Yashilli labirintga ham o'tdim. Yaxshi do'stlar, bo'tdimmi ekan endi? Xo'p, ochiq qo'yilishi sandiqi qaychi nima qilaman endi men? Kerak bo'lar balkim qaychi, lekin tushunmayman kerak bo'lishini qaychi. Mayli ketdi. Meta sandiqlar bor ekan. Barglar nima qilaman barglar? To'g'ri, barglarning rangi yashil barg rangi. Xo'p, men yerda ham barg bor ekan. 40 ta bo'ldi. Men nima qilaman endi? Tushunmadim buni. Mayli mana shunaqa qilib o'tiraman do'stlar. Davay ketdi. Mana men o'tdim ko'kka. Yo'q do'stlar, mana yerda suv bor ekanda, barglardan o'tib olishim kerak. Shunaqa tushundim men. Bo'lmasa eshikni yopib qo'yamiz, ketdi, barglardan o'tib olaman. Davay ketdi, barglardan shunaqa o'tib olaman. Barglar yetarmikan menga? Yetmasa qaychi bor ekan. O'shaning uchun bekordan qaychi qo'yib qo'yishmagan u ham. Rang-barangli qishloqqa davay ketdi bo'lmasa hamda o'tib olaman. Har bitta blokka qo'ymayman. Endi bitta через bitta blokdan qo'yaman. Har bitta blokka qo'ysam yetmay qoladi albatta. Tushib ketsam hech nima qilmas ekan, lekin shunaqa vazifani bajarishim kerak albatta. Mana shunaqa qilish shart emas endi, kerak emas unaqa qilish. Xo'p, ketdi bo'lmasa mana shunaqa qilib o'tib olaman. Davay, davay, o'tdimmi ekan endi o'tmadim topik ekan, topik joy yo'qdi. Shu keragini menga hozir barglarim kamligida bitta dona qoldi. Mayli, olib tashlaymiz barglarni. Ana bo'ldi, davay ko'p yig'ishim kerak. Qalani bo'ldi. Rama kompot 18 ta barg yig'dim. Davay, bo'l, ana bo'l. Eshik ko'raman. Mana bo'ldi, men yetdim. Davay, eshik ochil. Nima ochilmayapti? Men barg qilib berayotganmikan-a? Davay, endi eshik ochil. Niyo ochilmayapti? Bu men blok qilib berayotgandir balkim. Bo'ldi, shunday men blok qilib beryapti demay ochishga buni. Davay, ana bo'ldi, men yetib keldim keyingisiga ham.
Ehtiyot bo'ling yovuz sakkizoyoqlar. Nima sakkizoyoqlar aytmay turdi menga? Bular nima bu endi? Bular narsa branya, suvli branya bu do'stlar. Suvli branya juda ham zo'r. Bunaqa sharikli bor ekan. Suvli endi sharikli qopto'la. Suvli qopto'la. Iometall lazuritni blokdan qilingan qilich bor ekan. Bu yerda yovuz sakkizoyoqlar bor ekan. Chunki mana. Qoch bo'tdan yovuz sakkizoyoq mana yomon jahldor sakkizoyoq qoch bo'tdan. Namuncha o'lmayapti, qilichi o'lmayapti. Davay bo'l, ne bo'lmayapti. Hali bular ko'p bo'lish kerak, yana bo'ldi. Ulardan birinchisini ketdim bo'lmasam, davay endi yana chiqishga bo'tdan. Ishqilib bo'lmasin deb boshqa sakkizoyoqlar nima bo'lmaydi sakkizoyoqlar deb yozib. Qoch bo'tdan, qoch. Namuncha bu o'lmasa, namuncha o'lmaydi bu. Namuncha bular kuchli. Sakkizoyoqlar mayli ketdi bo'lmasam, ketdi tezroq borishim kerak, tezroq chiqishga. Ham sakkizoyoqlardan yo'q, men o'tdimmi dizam, qaytib kelman yana kelgan joyimdan. Davay bo'lmasam sakkizoyoqlardan qochishga harakat qilaman. Davay men qochaman, qoch bo'tdan, qoch dedim senga. Masaladan qochaman bo'ldi. Ezordilaring meni. Juda ham o'lmas ekan bular. O'lmaydi bular, o'lmaydi. Ketdi bular. Qoch deyman senga. Qoch. O'ldimu. Mana meta narsalarim turibdi. Narsalarimni yig'ib olishim kerak. Davay bo'pti, narsalarimni yig'ib oldim. Ana bo'ldi. Qochay bo'tdan. Men qo'shsan bo'ldi, qochayman, o'ldirma. Do'stlar, mana o'tib ketdim. Siyoh rangli va oxirgi labirintga keldim do'stlar. Mana bo'ldi, juda ham zo'r labirint keldim. Nima bor ekan endi butun deb yozilgan ekan. Bonusli tamom labirintda 8 ta malbert ko'rasan, bajarilganini chiz. Demak, shuni chizishim kerak. Agar kim bilmagan bo'lsa, malbert bu oddiy qog'oz. Qog'ozda yozish kerak. Shunaqa malbert deb ataladi. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Mana nima chiz? Zamogli eshik chiz. Shunday mana malbert shu qog'ozda chizasizlar. Qanchaligimiz 64 mana bo'ldi. Endi zamokli eshik chizishim kerak ekan. Birinchi qog'oz, keyin yana bitta narsa chizishim kerak ekan. Davay bo'lmasam zamokli eshik chizamiz. Davay uzr, lekin men uncha chizishni yaxshi bilmayman. Agar kimdir yaxshi chizishni bilsa, ustidan kulayotgandir hozir, lekin men blogerman. Unaqa chizishni bilmayman do'stlar. Bo'lmasa men zamok qo'yib qo'yaman, bunaqa kullut zamogini qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Va men narsalar qo'yib qo'yaman yaxshiroq ko'rinish uchun. Bo'ldi, tayyor bo'ldi endi. Nima, kamera qo'yib qo'ysam lekin kamera qo'yish etilmagan edi bu yerda. Bo'ldi, bajardim. Ikkinchi qog'ozni ham qidirishim kerak qattaligini. Balki o'sha yerda chiqishi bor ekan, bajarib bo'lsam. Gava ketdi. Davay, ana yes keldi. Nima deb yozilgan? Endi kalitni chiz. Nima bu endi bu yerda? Oddiy eshik, nimada bor ekan eshikda? Kalit chizishim kerak ekan. Kalit chizish osonroq. Bo'lmasam 16 ga 16 tanlaymiz. 16 ga 16 sal kattaroq qilib mana bunaqa chizamiz. Davay kalit oltin rangi bo'ladi, tilla rangi bo'ladi, sariq. Davay chizamiz. Bo'lmasam bunaqa kalit chizish uncha qiyin emas, juda ham oson kalit chizish. Mana bunaqa qilib dumalarni chizib qo'yaman. Ana bo'ldi do'stlar, tayyor bo'ldi. Endi eshik ochilarmikan? Qani eshik ochildimi endi ko'ringlikchi. Davay eshik ochilmadi. Yo'q, ochilmadi eshik. Yo'q, meni inventarimga dastak paydo bo'lib qoldi. Richak do'stlar, dastak paydo bo'lib qoldi. Dastak mana ochdim. Rang o'sha qanaqsan bu yoqqa kelib olding? Har sanga aytib qo'l kapot, men bunaqa olayman deb. Kapot kichkina bo'lsa ham, lekin zo'r sovg'a senga yoqsa kerak. Nima bu? O'yinchoq avtomatmi? Kapot, labirint ochganing uchun men senga sovg'a qildim. Juda ham olajansan, qiyin labirintdan o'tding vazifani bajarib. Bo'pti, rahmat senga. Har doim shuni o'ylardim, har doim qo'yirdim shuni. Uyg'ib qo'yaman endi o'yinni avtomati, o'yinchoqlarni. Rahmat, o'yin o'ynasam bo'ladi endi bunda. Senga kattakon rahmat. Meni obunachilarimga va o'zimga zerikmaslik uchun shunaqa labirint qilib berding. Voy do'stlar, mana rang-barangli qishloqni yana ko'p like bosib aytishlar, ko'p obuna bosib aytishlar shu qishloqiga. Bo'pti do'stlar, video oxiriga tortdi. Like bosib, esdan chiqmasin, hamma yaxshi hisob bo'linglar, komment yozib qo'ying.